Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, tinchmi, salomatmisizlar? Biz bugun Andijon viloyat Jalaquduq tuman Ko'tarma degan qishloqdamiz. İşimizni yakunladik. Xohlasa yig'ishtirib topshiryapmiz akalar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab kanalda yangilar uchun NJVK barellar 10 dan oshiq bo'lgan fasonlari mavjud. Eng oddiy fasonlar 220 ming so'mdan boshlab u yog'i 200 dollargacha bo'lgan fasonlar bor. Telefon orqali bog'langaninglarda barcha ma'lumotlar to'liq beramiz. Yana ayni paytda ko'rib turgan fasoninglar 400 ming so'mdan tayyor bo'ldi. Endi materialni firmasi, joyizi katta kichikligidan kelib chiqib plus minus bo'lishi mumkin. Sokol granitchlari ham juda ham chiroyli chiqqan. Telefon raqamlarimiz ekranda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xizmatdamiz.